Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар Шинжаң Халық нәшрияты 2000 жылы 1 айда нәшр қылған роман Или долқынлары. Авторы Абдурахман Қахар. 2 qism 13 bab. 12 kunda Nizamiddin polkidan hayot qolgan 12 odam Tarbag'tayga, Shimoliy front general shtabi chekinib kelgan joyga yetib keldi. Azobliq safar ularni pudsa uchib ketgudek holga keltirib qo'ygan. Ko'zlar cho'nqur chanaq ichida pildirlab qolgan, lablar qurib gaz bog'lagan, mang'izlar ichiga kirgan, chiroylar ushuk tekkan kechkuz yo'parmaqidek qaradigan, toponlar teshilib o'yilgan. Qisqasi, ular bir taraf bir ustixon bo'lib qolgan holda urushning hech qachon ko'rib boqmagan sarsonliq, sargardonlik cho'lidan yetib kelgan edi. Shahar sirtidagi qorovullik punktiga yetib kelganda vazifa o'tayotgan jangchilar ularni ko'rib yig'lavatdi. Hammadimmu ularning tog' toshliq shuncha uzun safarni yalong oyoq besishi har qanday odamning ichini yondiratdi. Ular general shtabining darvozasida turgan postlarga o'zlarining kimligini ma'lum qilayotganda, shtab ichidan general mayor Dalilqon va boshqa shtab xizmatchilari o'qdek etilib chiqdi. Yo'ldosh Nizamiddin generalni ko'rdida taq turib doklad qildi. Yo'ldosh general mayor Shimoliy front 3-otliq polkiga yetib keldi. General uning so'ziga quloq solmasdan g'ulichini kang kirib kelgunicha Nizamiddinni quchoqlab oldi. Qadrdon Nizamiddin, hayot ekansiz, ko'p ansirgan edik. Xushalliq, hamma ahvollarni uqdiq. Sizlarni hayot qoldi deb o'ylamagan edik. General mayor gavdalik zo'r odam edi. Nizamiddinmi shundoqla zo'r odam bo'lsa-mu, shu topda u kichikkina odamdek uning g'ulichini ichida qoldi. Ondan general Aqilbek, Botir G'ozi va boshqalar bilan bir-birlab quchoqlashib ko'rishdi. Qani, shtabga kiringlar, xatolik mendan o'tdi, meni kechiringlar. Hammasi zaldek yo'g'on bir uyga kirdi. Uyning o'ttirisida turgan ustalga Altayning harbiy xaritasi yepilgan edi. Nizamiddin polik bayrog'ini ilib ustal ustiga qo'ydi. Dalilqonmu, shtab xizmatchilarmu va ashu bayroqni ko'z qarchug'idek asrab kelgan jangchilarmu bayroqqa cho'nqur hurmat va birdilla qo'zg'algan qiziq hissiyotlar ichida tikilib qarab turishdi. Nizamiddin hayajon bilan mundoq dedi: bayroqni har qancha xatarlik paytlardami jondan ortiq bilib saqlab qoldik. Minglagan jangchilarimiz qirilib tugidi, lekin bayrog'imiz yiqilmadi. Demak, 3-otliq polik hayot. General mayor hech nima deyolmadi. Uning o'pkisi o'rilgan edi. Faqat Nizamiddinning so'zini ma'qullab, beshini lingshitdi. Ko'zlaridan taramlab yoshlar quyildi. Qo'mindan bizdan nechasi ko'p askariy kuchi oldidimi? Biz mundoq og'ir ahvolga duch kelmagan, balki ustunlikda turgan, dedi Dalilqon alam bilan. Demak, qo'rg'on ichidan chiqqan dushman, qo'rg'on teshidagi dushmandan yomon bo'ladi degan harbiy kitoblardagi gap o'z amaliyatimizda isbotlandi. Bu ko'rilmagan urush bo'ldi, dedi Nizamiddinmi. Bandit qaysi, xalq qaysi, o'z qismlarimiz qaysi, ayrilish tas bo'ldi. Balki hushyorligimiz yetarsiz bo'lgandi. Botir G'ozimi so'z qistirdi. Ig'ir yer shuki, ba'zi qismlarimiz tarkibi bilan banditlarga qo'shilib ketdi. Bundaq ahvol boshqa polklardami ko'rildi. Asli bexutliq bizda o'tdi. General samimiylik bilan so'zlamoqda edi. Qismlarimizda komissarlar xizmati yaxshi ishlanmadi. Jangchilarda ko'rilgan intizomsizliklar bosh-boshdoqliklarga bu g'alabadan keyin ko'riladigan ahvol deb sal qaradik. Bu bir ochiq savoq bo'ldi. Banditlarning hozirgi g'alabasi qismanlik, vaqtliq. Umumiylikda biz yanada ustun o'rinda. Albatta, kechiktirishga bo'lmaydi. Umum yuzlik qaytarma hujumga endi o'timiz. Xo'sh, Nizamiddin, sizning nim talpingiz bor? Nizamiddin nursiz ko'zlarini bir nuqtaga tikib turib qoldi. General mayor yenidagi podpolkovnikqa burilib, mundoq dedi: qolganlar dam olsin. Siz yo'ldosh Nizamiddinni doktorxonaga boshlab bering. Shtab nomidan yaxshi o'rlashtiring, yaxshi davolansin, yaxshi oziqlansin, yaxshi kutilsin. Podpolkovnik Nizamiddindan boshqalarni boshlab chiqib ketdi. Amdi ilishiman,
mag'lubiyatni g'alabaga aylantirman. Banditlar hamon o'limga mahkum. Issiq sovuq amdila beshimdan o'tdi. Mag'lubiyat menga aql berdi. Bo'ladi. Talpingizni olqishlayman. Siz hozircha dam oling. Balnisda yetib davolaning. Sizga yangidan cho'qim bir polik tashkil qilib beramiz. Yo'q, mening talabim boshqacha. Yo'ldosh general mayor, banditlarga qarshi urushqa o'ttiri yo'nalishda qolgan o'z polkim bilan qatnashmoqchiman. Mening qat'iy talabim shu. Buni albatta Milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi bilan bo'libmi sizni bu yoq avatgan bosh qo'mondonimiz Yo'ldosh Isoqbek bilan so'zlashib to'g'ri keladi. Ammo men sizning fikringizga butunlay qo'shilaman. Hozircha davolaning, aslingizga keling. Qani, yuring. Sizni davolashni o'zim o'rinlashtiraman. General mayor Dalilqon Nizomiddinni o'zining kichik mashinasiga silib, doktorxonaga ilib ketdi. Nizomiddin va uning oralab putlasab qolgan jangchilarini generalning buyrug'i bo'yicha doktorlar jiddiy davolashga kirishdi. Maxsus kutkuchilar Nizomiddinning o'ziga maxsus bir sestra, boshqa har 3 odamga birdan sestra qo'yildi. Kecha-kunduz uzildirmay tibbiy yordam berildi. Shundoq davolash bilan bir oy o'tganda ular asliga kelishga boshladi. Lekin doktorlar ularning balnisdan chiqishiga ruxsat qilmadi. Yana 2 haftadan keyin umumyuzlik bir qatim tekshirilib, uning natijasiga qaraydiganligini aytdi. Vaqt o'tgan sari Nizomiddinning yodiga koni polki, qadinas jangchilari pat-pat keladigan bo'ldi. Ba'zida Aqilbek Батыр g'azlar bilan ularning gapini qilib, kuz kechalarini uxlamay o'tkazishatdi. Seg'inish lazzatlik ish, seg'inishni o'zaro izhor qilish texmo lazzatlik ish. Seg'inish kishini ba'zida bearam qilsimi, lekin o'zaro parang ko'ngilda qoplashib turgan tumanlarni tarqitadi. Ular Gayetning, Nadamning, Rayhonning, Arashning, Jamoliddinning va Varisjonning va boshqalarning gaplarini zo'qlanib qilishatdi. Yodiga ilishatdi, sig'nishatdi. Ular shu kunlarda nima ishlarni qilayotgandi deb o'ylashatdi. Qadrli kitobxonlar, Nizomiddin, Aqilbek, Батыр g'azlar o'zlarining qadinas sabdoshlarini o'ylayotdi, eslayotdi. Ularning nima ishlarni qilayotganligini bilgusi kelyotdi. Sizlarmi ularni o'ylayotgansizlar? Ularning shu kunlarda nima ishlarni qilayotganligini sizlarningmi bilginglar kelyotgandir. Men sizlarga ularning o'ttira frontda Qalibek, Takamanlar boshchiligidagi banditlar bilan qanday kurashlarni qilayotganligidan ozroq so'zlab beray. U o'z zimlankasida qattiq uyquga ketgan chog'da uni birsi uyg'otdi. U ko'zini qandoq tiz ochgan bo'lsa, o'rindanmi shundoq tiz turib ketdi. Oldida telefonist harbiy qiz turadi. Yo'ldosh batalyon komandiri, dedi qiz ikki putini juplab, o'ng qo'lini cheksiga elib. Sizni general shtabidan kelganlar chaqiryotidi. Darhol kelsin deydi. Komandir soatiga qaradi. Soatning strilkasi dal 12 ni ko'rsatib turadi. Ular qayerda? deb so'radi u aldirashlik bilan remenini bog'lab etib. Polk shtabida, yo'ldosh komandir. Polk shtabi bu yerdan 3 kilometr yiroqlikda edi. Muhofizatchilarimni uyg'otib eting. Ayol qolmay batalyon komandiri 2 muhofizatchisi bilan otliq yo'lga chiqdi. 11-oyning sovuq kechasi edi. Qarong'uda yo'l xira oqirib ko'rinadi. Bu yo'llarda ko'p qatim mangan otlar o'z egalarining boshqurishsiz polk shtabi joylashgan o'ringa qarab eldam yurib ketdi. Tezgin siyirib taraslab ketib borgan otlarning tuyoqlaridan valildab uchqun chachraydi. Otlar polk shtabi joylashgan Zimlanka oldiga kelib to'xtadi. Ular otlaridan tushdi. Zimlanka ishkida turgan qarovul jiddiy holda tangla vaqirdi. Proposka! U darhol javob berdi. Granat! Qarovullar ishik oldini bo'shatdi. U muhofizatchilarni sirtda qoldirib, o'zi Zimlanka ichiga kirdi. Telefonning yonida o'ltirgan harbiy qiz o'rnidan turib chas berdida ichkirki uyning eshigini ko'rsatdi. Marhamat, u ichkirki uyga kirdida o'ng qo'lini cheksiga elib hurmat bilan aytdi. Yo'ldosh general-leytenant, buyrug'ingiz bo'yicha 1-batalyon komandiri kapitan Gayet Sulaymanov yetib keldi. Rahat, dedi general. Usti 1,5 metr qalinlikda lim yog'och, tosh to'pa,
qum bilan mustahkam qilib yasalgan bu yer osti ozoda uyda g'o'ljidan bugun tushdan keyin kelgan milliy armiya bosh qo'mondoni general leytenant isoqbek qizil pagonliq egiz bo'yliq bir polkovnik yana bir o'ttira bo'yliq podpolkovnik gaitning o'z komandiri yeshil pagonliq polkovnik o'ltiratdi. Zimlanka ichini 10 lampa yo'ritib turadi. Batalyon komandirining doklatidan keyin Zimlanka ichi birdilla jimib ketdi. Sirtdinmi hech qandaq tevish anglanmaydi. General leytenant Isoqbek Gayetning g'olliq bastiga, seriq burtiga sapsilib qaragandan keyin qizil pagonliq podpolkovnikqa qarab qo'ydi. Bu qarashdan ma'lum ma'nini tushungan podpolkovnik o'rnidan turdida yenidan bir parcha qog'ozni chiqarib o'qishga tamshaldi. Bu batalyon komandiri uchun oldin ola tayyorlangan yozma buyruq edi. Buyruq, dedi u. Shu so'z bilan tangla Zimlanka ichidagi hammasi qo'zg'aldi va hurmat bilan tik turishdi. Batalyon komandirining qalbi shu narsani sezib tushundiki, buyruq o'ziga beriladi. Shunga u buyruqni intayin ziriklik bilan tingishib olishga tayyorlandi. U o'qidi. Shexu 1-polik 1-batalyon komandiri kapitan Gayet Sulaymanov, siz o'z batalyoningizni boshlab 16 noyabr kuni Undrixon avulini jangzisini ishg'ol qilasiz. 18 noyabr kuni Shayton ko'vrikni olasiz. Sizning o'ng tarafingizda 2-ozod nishonliq polik, so'l tarafingizda Saban 5-eskadroni harakat qiladi. Munosabatda bo'lasiz va shu yerda Qalibek banditlarining hujum qilish yo'lini to'sib yotasiz. Buyruq tushmagicha Shayton ko'vrikdan qo'zg'almaysiz. Milliy armiya general shtabi 1947-yil 14 noyabr. Buyruqni ijro qilishga tayyorman, dedi batalyon komandiri ko'tarangu ovoz bilan taq turib. Qaytilang! Batalyon komandiri hili o'qilgan buyruqni aynan biror so'znimi qoldirmay to'liq qaytilab berdi. Yaraysiz, dedi general leytenant va uning yuzida tabassum jilvalandi. Qiyinchiliklaringiz bormi? Yo'q. Talabingiz bormi? Yo'q, yo'ldosh general leytenant. Undaq bo'lsa, polik komandiri bilan ishlarni muzokara qilinglar. Qayting. Gayet Sulaymanov burilib chiqib ketdi. 10 minutga yetmagan vaqt ichida batalyon komandiri o'z ustiga ig'ir vazifalarni ilib chiqdi. Shu kechsila polik komandiri uni yangi ma'lumotlar bilan ogohlantirdi va yana uni qaysar bo'lishga, irodalik bo'lishga, sazgur bo'lishga chaqirdi. Ilingan ma'lumotlarni bayon qildi. Razvedkachilarning xabariga qaraganda, Takaman bir bo'lik banditlar bilan bizning maytog'ni muhofazat qilib turgan bir vozot odamimizga hujum qo'zg'agan. Qalibek yana bir bo'lik banditlar bilan Shayton ko'vrikdan o'tib, Undurxon jangisiga kelib joylashgan. Uning odamlari birdam 300 apchorisida, birdam 500 apchorisida ko'rindi ekan. Bularning maqsadi Yansxay ko'rikni iskanjiga ilib, bizning polkqa tuyuqsiz hujum qilish, shunda qilib o'ttir frontni ig'ir chiqimga uchirtish yoki bitchit qilishni qasdlagan. Bular nimanchilar g'alvarab, ko'ranglik bilan o'ttirga sakrab chiqalaydi. Ma'lumotlarga qaraganda, bularning orq teriki O'razqon boshchiligidagi Gomindaning Qutubida turishliq 8-otliq poliki ekan. 8-otliq polik Qutubida shahar ichida emas, hozir Manas tog'lariga yilgan. Shunga munosabatda bo'lib o'tibdi. Egilangan ahvol shu, dedi polik komandiri. Rota komandirlarga atiq turib, puxta tayyorlikdan keyin kechasi piyoda yo'lga chiqinglar. 18 noyabr kuni men mo Shayton ko'rikka yetib borman. Uning so'zlari ishonchli ham qat'iy edi. Gayet Sulaymanov o'z batalyonini boshlab kechasi yo'lga chiqdi. U har bir rotini 200-250 metr oraliq tashlab minishga buyruq bergan edi. Shunga 2dan bo'lib ketib borgan 4 rota 1,5 kilometrdek uzunlikda olg'a ilgarilaydi. Batalyon komandiri bu yerlarni yaxshi biladi. Undurxon degan yer bir kona jangza va bu yerda 15-16 uylik malchilar bor. 500 odam yoki 300 odam siqidekmi o'rin yo'q. Agar dushman bu yerga kelib o'rlashgan bo'lsa, muqim turolmaydi. Faqat bizning yo'nalishimiz turar joyimizni bayqash uchun vaqtliq turayotgan bo'lishi mumkin, lekin obaron tutib turolmaydi. Batalyon Undurxonga yaqinlab kelmoqda edi.
Gayet 4 rotasini 4 tarafga qapsab kelib, Undurxonni iskanjiga ilishqa buyruq berdi. Biroq ular qancha yaqinlashgan sari Undurxon shuncha tinch jimjit edi. Batalyon komandiri ajablanishga boshladi. Nimishqa shundoq? Go'yo hayotlik yo'qdek jimjit. Eng bo'lmaganda molchilar itlarining ovozimi o'chgan yoki banditlar bu yerni egillagan chog'da itlarni itvatganmidi? Yo'q, ular itning rolini eng qadrlaydi. Bu mumkin emas. Batalyon barg'ansiri yaqinlab keldi. Faqat jag'izga 300 metrdek oraliq qolganda Gayet oldin charlg'uchlar guruhini avatdi. Ular ancha kechikmay shunda xotirjam holda gudunglashib qaytib keldi. Jangizda hech kim yo'q, dedi ular. Faqat bulundagi bir kichik eski uyda yolg'izda bir mo'may qopdi. Qo'shin jiddiy holdan odatdagi holga kelib, ishiklari hanqirqay ochiq turgan jangizga kirib keldi. Rost degandek qo'y qig'lari bilan tinib ketgan yo'g'on qo'ro ichi bo'ron uchirib ketgandek hanqirqay edi. Hech o'ylamagan holda Ündürxan urushsizla ishg'ol qilindi. Gayet Mo'mayning jin chirig'ini yondirib, uningdan hol ahvol so'radi. Mo'may Qalibek 300 dan ko'proq odam bilan 3 kundan beri mushu qo'rida turganligini, har kuni kech kunduz demay bir necha odamlarni nalargadir avatganligini, bugun qandaqdir aloqazodlikka tushib, kun o'ltirmasdan oldirab tinib otlanib, bu yerdan 16 uylik molchilarni mollari bilan qo'shib haydab ketganligini so'zlab berdida oxirida. Bayaslarning bu yerga keldiganliklarini u bilib qolgan ekanda, dedi. Ana, dedi komandir, bizning bu yerga keldiganligimizni uning qandoq uqib qolganligini bayqay oldingizmi? Voy balam, bayqamay, Qalibek degan yerning ostida yilon kushiganni biladigan narsa. Uning otlangan odamlari kiyikdek uchqur, tulkidek quv, bo'rdek vahshiy tursa bilmay qolamdi, dedi Mo'may va o'g'li bilan kelinini haydab ketganligini ko'z yeshi qilib so'zlab berdi. Batalyon darhol yo'lga chiqdi. Ular tog'ga yaqinlashgan sari tuzlanglikdagi izg'irin shamol asta-asta yutmakda edi. Osmon bo'shliqidagi chimirlab turgan yulduzlar ularning yo'liga so'z yo'riqliq to'kib turadi va ular o'zlarini barg'ansiri surlik qorong'ulik ichiga kirib ketib borgandek his qiladi. Biroq bu yo'llar qancha xatarlik bo'lsa-mu, jangchilar uchun osmondan bombardimon qilish, atrofdan o'qlar uchib turgan yo'llarga qaraganda bu yo'llar hamon xotirjam, andishsiz bilinadi. Şuna yulduzlar alemining go'zalligidan huzurlanib va ajoyib his tuyg'ularga cho'milib mingishatdi. Urush ichidagi hayot qiziq bo'ladi. Urush ichidagi hayot qilning ustida turgan hayot, ajal bilan yetishadigan hayot. Ammo jangchilar uchun tinch yerlarda yashayotgan odamlardek xotirjam hayot. Hujumga o'talmayotgan jangchi eriqning qirini dalda qilib yoki cho'loq tomning kaynida panohlanib va yoki ozgal ichiga tushib o'ngda yetib olib, ustidan vijildab ajal o'qlari o'tib tursimu, xuddi tinch, xavfsiz kunlardagidek yulduzlarga qarab yorini sig'inadi, kashtilik yog'liqqa qaraydi, texi urushni tugatibla to'y qilishni o'ylaydi. Ularga dahshatlik urushlarmi odatdagi xotirjam turmushdek bilinadi. Urush ichidagi hayotni qanchalik xavf o'rib olgan bo'lsa-mu, keraklik, umidvorlikqa boy bo'ladi. Tağ bağırda qo'yiq o'rmonliq ko'rindi. Bir oz ilgirlagandan keyin uning yonida bir jangza va jangizidan is chiqayotganligi bilindi. Komandir oldida ketib borgan 2-rotaning xabarchisidan bu ahvolni uqqandan keyin qadamini ildomlatib yurib, egizrak yerga chiqib, jangza ichiga qaradi va qo'roning o'ttirsidagi mo'ma yog'ochga 5 otning bog'lab qo'yilganligini ilg'a qildi. Qo'shin ildomliq bilan yurish qildi. Jangizga 200 metrdek qolganda qo'shinning kaynidagi ozuq tuluk ham ig'ir qurollar ortilgan otlarning oyog'idan chiqqan tovushlar anglanib qoldimi yoki qo'shinning oldirab manganlik shabisi sezilib qoldimi, hech o'ylamagan holda jangizining u yoqdagi darvozasidan 5 otliq taraslatib chiqib ketdi. Komandir jiddiylashib vaqirdi. Voy isit, bexutligimiz, xap banditlar, itimni akilinglar. Uning ko'zlari dahshatlik yondida etiga sakrabla mindi.
ikki muhofizatchisi bilan hech nimaga qaramay hammani unutgan holda ularning keynidan qo'g'lab ketdi. Anglaganlaridan qaraganda ularga yetib olish qiyin. Shundoq bo'lsa-mu g'azab bilan etiga qamcha salatdi. Rost degandek ular barg'ansiri uzoqlab ketib boradi. U keynidagi muhofizatchisining miltiqini oldida chanlab turib otdi. Birisining quloqchisi uchib tushib ketdi. U quloqchiga yetib berib, etidan irg'ib tushdi-da, quloqchini qo'liga oldi. Qochqanlar xuddi shaytondek birdamdala ko'zdan g'oyib bo'lib ketdi. Batalyon komandiri sultiyib keyniga yondi. U jangziga qaytib kelganda, jangchilar uning seriq burutlarının tik-tik bo'lib ketganligini bayqashdi. Mundaq chaqlarda gap qilsa, savol so'rasa, uningdan qo'pollik bilan dakka yeydiganligini jangchilar yaxshi biladi. Tutuq bermidi, tutuq beratdimi? Dedi jangchilariga go'liyib. Mana mag'lubiyatimizning nishoni. U quloqchini yerga tashladi. Jangchilar quloqchini qo'ldan qo'lga ilishib, yo'ruqqa yaqin tutib ko'rishdi. Quyruqluq quloqcha tulka terisidan tikilgan bo'lib, yeshil duxovida tashlangan edi. O'q uning ustini teshib o'tib ketibdi. 2-3 santimetr tuvanroq tekkan bo'lsa-ku, jinini jahannamda ko'ratdigan xumpar, dedi jangchilardan birisi. Oraliq yiroq bo'lib qolganda, agar sal burunroq etilgan bo'lsa, ot ustidan mollaq etib tushib ketgan bo'lar edi, dedi yana bir jangchi. Bo'ldi qo'yinglar. Adamning o'g'isini qaytgan nadiki gaplarni qilishib, dedi batalyon komandiri qo'pollik bilan. Ishikning yiniga esilgan yo'g'on qozonda go'sht qaynayotdi. Sho'rpining mazalik puraqi demoqqa urilmoqda. O'choqda charaslab qarg'ay o'tin yonmoqda edi. Biz uchunlar eslagan go'shtgan bu. Bechoralarning bir ko'zi kendi ketibdi-da. Bizga buyurgan degina. Demak, ish ayon bo'ldiki, dedi batalyon komandiri. Banditlar Undurxondan qo'zg'alib bu yerga kelgan. Bu yerda oz to'xtagandan keyin yana qo'zg'algan. Bu 5 nafar otliq ularni yo'lga siletib, o'zlari qo'rsqin to'yg'izib mamoqchi bo'lgan. Shuningdan qaraganda ular banditlar boshliqlari bo'lishi mumkin. U oxirgi jumlani ulug' kichik tinib alam bilan aytdi. Tangmu atdi. Kunduzi yo'lga chiqishga bo'lmaydi. Atrofga bir necha o'rinlarga postlar qo'yilgandan keyin batalyon komandiri banditlar haydab mangan mollardan qopqalganlarini tutib kelishga buyurdi. Jangchilar birdamdala 7-8 qo'y va bir kalini tutib kelib so'yishdi. 2 qozonda kun bo'yi go'sht qaynadi. Kechicha yo'l yurib harduq yetib ketgan jangchilar navbatlashib go'sht yedi, sho'rpa ichishdi va jangizning hanqirqay ochiq qolgan uylarida qig'liq hovlida uxlashdi. 11-oyning yarmida ala qarini besib yo'lga chiqqan qism uchun bugünkisi eng issiq, eng rahat uyqu bo'ldi. Davomi bor.